Bu nima bu? Sizi. Ha, malades. Yoshing nechida? Yoshing nechida? 10dami yoki 15dami? Endi. Tushunarli. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana ish kunimiz davom etmoqda. Qabulimizga Jizzaxlik bir bemorimiz keldi. O yoshi 14larda. Anamizdan 14 yildan beri tirishga qarshi dori ichmoqda. 4 yoshigacha depakin 10 yildan beri kompleks ichib keladi. 9 oyligida fibril tirishish bo'lgan va mana sizga san'at asari ilmiy ish yozilgan, oxirigacha yetmagan. Nima demoqchiman, hammasi yaxshi. Ota-onasi ketgan puliga achinmayapti, lekin bolada o'zgarish yo'qligi, bu bosh miyaning rivojlanishdan ozgina ortda qolishi ozgina onasini, otasini kuyintirmoqda-da. Hurmatli kuzatuvchilar, fibril tirishish xurujlari bo'lgan paytda egi shart emas. Tutqanoqqa qarshi dorilar umuman kerak emas. Eng qizig'i bolachamiz kompleks dorisini ichgani fonida ham baribir tirish bo'lgan. Mana shanba kuni 3-4 kun oldin ham tirish bo'lgan. Vaholanki ertalab bitta, kechqurun ikkita kompleks ichamiz. 300 ligini ichyapti. 300 ligini ichyapti. Nima desam bo'ladi? Bu holatda nima deyman? Titanik kemasi cho'kishdan oldin kapitandan so'rashibdi-da. Kapitan hammasi yaxshimi desa, kapitan mag'rurona ravishda hammasi yaxshi, lekin kema cho'kyapti degan ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zingiz xulosa qilib olishingiz mumkin. Bu boshqalarga ham tegishli, aytmayman kimga ekanligini o'zlari bilib ko'rib turishibdi. Bizni kuzatishda davom etingizlar, salomat bo'linglar. Agar sizning farzandingizni xuddi shunaqa muammo bezovta qilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Inshaalloh imkon qadar bu kompleks va shunga o'xshash tirishish dorilardan chiqarib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh.